eng arzonida, eng arzon narxda BYD Han avtomobili 605 kilometrlik flagship komplektatsiyasi 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mashinani texnik holati zo'r ekan, hech qanaqa ishi yo'q ekan, bemalol ko'rib, tekshirib ovrasizlar. Hozirgi kunda ham 500 kamida bo'lmasa 550 kilometrgacha yurib berayotgan ekan. Bu degani hali yo'nqishlari yaxshi degani, panoramli lyuklari bor. NFC 360 5 ключевой выезжающий ruchkali bor. Salonlarning holati yaxshi turibdi, pamять sidenali, elektropaket, ikkitalab pultlari, orqalari ham yaxshi turibdi, mana panoramali, eng katta displey, 113 ming probeg. Hop, mashinani kraskasi orqa bagajini mana shu past qismida pitnosi bor. Oldi 10 taraf kriloni 10 taraf burchagi bilan kapotni burchagida bor. Shu burchagini xullas turtib olishgan. Даже fari ham sinmagan. Lyoqki повреждение bo'lgani uchun o'sha joyiga kraska tegan tak. Qolgan joyida yo'q ekan. Bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Eng arzonida olib maza qilib haydashinglar uchun 19700 ulgurib qolinglar, bosib boringlar.